Assalomu alaykum traderlar. Sizlar bilan har doimgidek MK Samandar. Bugun sizlar bilan qisqa gaplashamiz, lekin mana shu aytganlarimni qilsanglar, sizlarda 90% slif ehtimoli kamroq bo'ladi. Ya'ni slifni unutasizlar, stop olganinglar bilan pulinglar slif bo'lib ketmaydi. Men 2026-yilning birinchi videosini qilayotgan ekanman. 2026-yil men o'zimga va obunachilarimga mana shu tizimni o'rgataman va mana shu tizim bo'yicha ishlayman deb va'da berganman. Bizda har doim depozit qilasizlar savdo qilish uchun. Maqsad o'sha depozitni ko'paytirish. Lekin yana bir ehtimol bor. Endi biz bu narsani biz olib tashlashimiz kerak. Har doim 100% risk qilib slif qilib qo'yasizlar va ko'p holatlarda faqatgina slifdan boshinglar chiqmaydi. Men hech qachon ko'pchilikni ko'rmaganman. Stopdan boshim chiqmayapti deganni, faqat slifdan boshim chiqmayapti deganni eshitganman. Bugun sizlar bilan mana shu slifni stopga almashtirish yoki tekka almashtirishni o'rganamiz. Misol tariqasida hisobingizga hadovoy 500 yoki $1000 savdo qilish uchun sizlar tashlaysizlar, to'g'rimi? $500 yo $1000 tashlaysizlar o'rta hisobda yoki eng ko'pi bilan. Yoki eng ko'p holatlarda kuzatiladigan narsa bu $100 pul hisoblanadi. $100 pul hisoblanadi. Va sizlar bitta narsani bilmaysizlar. $100 bilan $1000 qilish har doim eng katta xato bo'lgan. Bundan katta xato yo'q. Bu xato. Bu narsani miyamizdan chiqarishimiz kerak. Bu kulgili tuyular yoki oddiy gapdagi tuyular, lekin bu narsaga amal qilgan odam har doim foydada chiqadi. Har doim foyda, zararsiz savdo qiladi. Ya'ni slifsiz, puli slif bo'lib ketmaydi. Misol tariqasida siz savdo qilasiz har doim. Savdo qilsangiz, ko'pincha shotinglarga misol $100 yoki mana $1000 deylik. $1000 hisobingizga tashlang. $1000 hisobingizga tashlang. Va $1000 hisobingizga solganingizdan so'ng sizlarga tegishli bo'ladigan lot hajmi mana shu bo'lsin. Bitta bitim uchun. Mana shu bo'lsin, mana. $1000 ga mana shu lotdan oshirmanglar. Va o'zingizga maqsad qo'yinglarki, sizlarning maqsadinglar $1000 ko'paytirish emas. Tizim bilan qonun qoidaga asoslanib savdo qilish. Kimning qo'lidan keladi hisobiga $1000 tashab, bir hafta davomida faqat bitta bitim, har bitta bitimga 0.03 lot ochish. Agar mana shu videoni siz ko'rib turgan bo'lsangiz, hisobingizga $1000 tashlang va 0.03 oching bir hafta. Mana shu lotda bir hafta har bitta bitimga. Xuddi shu lot bilan ishlang. Bitta bitim, bitta lot. Qachonki stop loss ursa yoki kanalimizga o'xshab zona almashsa, yopasiz, keyin yangisini ochasiz. Mamnaqa razgonga o'xshatib, tirillatib, bitta zonadan 10 ta, 50 ta 001 dan 010 dan ochib, bu savdo emas, bu qimor. Bu realniy fakt. Bu qimor. Trading qimormi yo qimor emasmi deganlar uchun. Mana men sizlarga aytaman. To'g'rimi, noto'g'rimi? Mana $1000 ga bir lot qimor. 2 lot qimor. Siz qimorga pul tikayotgan bo'lasiz. Yoki 01 dan ketadi. 10 ta, 20 ta, 30 ta. Qimorda hamma pulingizni yo'qotishga nima qilasiz? Tayyor bo'lib kirasiz. Siz qimor o'ynagani kirmayapsiz, tradingda savdo, stabilniy savdo qilish uchun. Agar sizlar kanal egalarini, signal kanallarda, razgonchilarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bunaqa ming'illatib bosib tashlaydi, sellarni, baylarni bitta joydan ko'p yig'ib tashlaydi. O'sha sizni psixologiyangizni buzadi. Sizga $100 dan $1000 qilib turib, vaqti kelganda mana shu $1000 yo'qotish
Qiziqmi? Ashi $1000 topguningizgacha mana $100 dan $1000 qilaman deguningizgacha 300-400 ketar. Xo'p, mayli qildingiz shuni. Bir martada o'xshamadi $100 bilan $1000, 2 martada o'xshamadi, 3 martada o'xshamadi, 4 martada o'xshamadi, 5 martada o'xshamadi, 6 martada o'xshamadi. Qachondir o'xshaydi-yu, to'g'rimi? Lekin qilgan foydangizchi kam qoladi, to'g'rimi? Lekin siz $1000 hisobingizga tashab, men aytayotgan mana bu lotda ishlang. Mana shu lotda har kuni savdo qiling. Har kuni. Misol, kanalimizda zona beriladi-yu, mana. Bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizda MK zonasi tashlanadi, ya'ni signal zona beriladi. Zona berildi 5011 5023 001 mana shu bitta oching. Mana misol 001 bitta mana shu chizig'ida oching. 001 o'rtasida bitta limit qo'ying yo savdo oching. 001 zonani eng tepasida, misol sell zona bo'lsa 001 savdo oching. $1000 ga. Bir hafta men aytgan lotimda, men aytgan pulni tashab savdo qilib bering, men sizga bitta telefon sovg'a qilaman. Faqat keltirib, meni menejer lichkalarim bor, Instagramim bor, yozsangiz men o'qiyman. Men sizga bitta telefon sovg'a qilaman. Mana challenge sizlarga. Kim qo'lidan kelib uddala oladi shu narsani. Hisobingizga $1000 tashlang. 001 001 001 bizning kanaldagi signallar zonalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz. Bu riskka amal qilib, stabil, chiroyli, akkuratni savdo qilishga kiradi. Mamutda bitta, mamutda ikkita, mamutda 10 ta, mamutda yana nechtadir. Bu savdo emas, bu qimor, xafa bo'lmanglar. Achchiq gapirsam, o'sha kanal egalariga ham aytaman. $500, $200, $100 puliga, $1000 puliga juda ko'p lot ochib tashlaydigan kanal egalari. Bu ishlar noto'g'ri, payti kelib tushunasizlar. Bu narsa bilan hech qachon ko'karmaysizlar. Har strategiya har doim ishlab beradi. Ko'p treyderlar aytadi. Bitta strategiya va yetadi deydi. Lekin kichkina lot ochishda nima desa bo'ladi? Xavf kichkina bo'ladi. Depozitingiz slip bo'lib ketmaydi. Daromad ham kam bo'ladi, lekin har kuni bo'ladi. Sizga har kuni daromad qiyin narsa emas. Xuddi mana ichmasangiz, chakmasangiz sog'lom yurasiz, to'g'rimi? Odamning o'z xohishida, ichmaydigan, chakmaydiganlar ham bor. Stabilni savdo qiladiganlar ham bor. Bu o'zingiz uchun, cho'ntagingiz uchun, qo'lingizdan keladimi amallang? Qani challenge kim qo'shiladi? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Men challenge-ga qo'shilaman, mana misol uchun video shanba yoki yakshanba chiqsa, men challenge-ga qo'shildim. Men hisobimga $1000 tashlayman, men qatnashaman deb yozib qoldiringlar. Kommentariyada bilib olamiz. Kim qila oladi shu ish? Xo'p, Samandar menda $500 pul bor mana misol uchun. $1000 ga qurbim yo'q. $500 pulim bor. Nima qiling? Deyishingiz mumkin. Mana sizni maksimalniy lotingiz bitta savdoga, bitta zonaga, bitta signalga, bitta analizga. Mana. Endi qarang. 100 punkt yurib ketdi, stop lossingizni urdi. $20 zarar qilasiz. Agar take ursa, misol uchun take ursa 40 yoki 60, 80 yo 100 gacha qila olasiz. 100 uchun endi juda katta-yu. O'rtacha mana 40. $40 ishlay olasiz bir kunda bemalol. $60 ham topa olasiz kerak bo'lsa, men javob beraman. Mana. Qiling $500 bilan 002 oching. Bir hafta. Menga shuni tashing, statistikangizni bir hafta davomida faqat bitta bitimga bitta 02 ochganingiz yoki-da umuman farqi yo'q 02 dan katta lot ochmaganingizni bir haftalik statistikasini tashab bering. Hammasi foydada bo'ladi. Men sizga mayli telefon beraman. Shundoq men sovg'a qilaman. Maqsad mana chista tushunib turgan maqsad. Bu yerda yomon narsa yo'q, o'zim uchun manfaat yo'q. Maqsad siz har doim to'g'ri savdo qilishingizda. Mana misol kanalimizda MK zonasi bor. Zona kelyapti, bu sell zona. Mana misol uchun mana sell zona, mana pastda buy zona bor. Buni yashilda belgilab olaylik. Buy zonamiz bor.
Telegram kanali opisaniyada qoldiraman, mabodo yo'q bo'lsangiz. Mana. Mamatga bitta $500 shotingizda bo'lsa, mana bitta 001. Bitta mana yana 001. Agar $1000 da bo'lsa, mana sell zonada ishlaydigan bo'lsa, sell bitta limit. Yana 001 dan. Bu stabilniy savdoga kiradi. Bo'ldi, yig'ishtirish kerak. 2026-yil, 25-yil shuncha slif qildingiz. Cho'ntagingizda nimaga mana hamma yomonlab qo'ygan kurs sotishadi, lekin birorta odamni ko'rmadim hozirgacha foydada turgan. Hammani kursi foydali, strategiyasi yaxshi, ishlab beradi, ishlab bermaydi emas. Lekin ayb ulada. Qanaqa ayb ulada? To'g'ri, foydali sizlarga savdo qilishni tushuntirib bermagan. Muammo shunda. Bu muammo shunda, muammo boshqa narsada emas. Qanaqa savdo qilishni o'zi bir boshqa tema, psixologiya, lot taqsimoti, risk management. Mana sizlarga eng oson risk management. Kimni mana yana challenge-ga qo'shilishga kuchi yetadi, men kommentariyada yozib qoldirsin, bitta-bittadan telefon sovg'a qilaman. Agar yo'q, men kattaroq shot tashiyman deydigan bo'lsanglar, notebook sovg'a qilaman. $2000 bilan eng kattasi 005 oching. Qo'shiladiganlar bormi? Stabilniy savdo qilinglar iloji boricha. Bunda halovat va stabillik bor. Bugungi darsim qisqa bo'ldi. Gap bilan o'tdi, lekin amal qilgan odam mana mendan sovg'a va profitga ega bo'ladi. Kommentariyada fikringizni va like bosib qo'yishni unutmanglar.